Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti moliya yo'nalishi 2-guruh talabasi Ahmed Doniyorbek bo'laman. Sizlar bilan bugungi darsimiz moliyaviy savodxonlik faraon kelajak sari yo'l degan mavzuda qisqacha tushuntirishlar berib o'taman. Moliyaviy savodxonlik bu o'zi shaxsiy professional hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim qadamdir. Ushbu taqdimotda siz moliyaviy savodxonlikning asosiy tushunchalari va ularning ahamiyati haqida bilib o'tasiz. Moliyaviy savodxonlikning asosiy elementlari budjetlash va xarajatlar, qarzlarni boshqarish hamda investitsiya va jamg'arish. Moliyaviy savodxonlikning asosiy